ona farzandini bog'chaga berishdan qo'rqib davom etishi mumkin. O'zi tarbiyachilarni ishga olayotganda qanaqadir yangicha talab qo'yish kerakmikan yoki jazolarni ko'paytirish kerakmikan? So'nggi yillarda maktabgacha va maktab ta'lim tizimida bir qator o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Yangi maktablar qurilyapti, mavjudlari esa ta'mirlanyapti. Pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha yangi dasturlar yo'lga qo'yilgan. Ammo bu o'zgarishlar haqiqatda ta'lim sifatini yaxshilayaptimi? Real natijalar qanday? Bugun shu mavzular muhokamasiga bag'ishlangan matbuot anjumani tashkil etildi. Ta'lim tizimida oxirgi yillarda nimalar o'zgardi? Raqamlar shunchaki statistika emas, ular katta o'zgarishlardan darak beradi. So'nggi yillarda yuzlab yangi maktablar qurilib, eskilari rekonstruksiya qilindi. Bu esa minglab bolalar uchun yangi imkoniyat degani. Eng katta o'zgarish esa maktabgacha ta'lim tizimida bog'chalarning soni 7 barobarga ortib, qamrov 78% ga yetgan. O'qituvchilar soni ham, maosh ham oshdi. Bu esa kasbga bo'lgan munosabatni o'zgartirayotgan omil. Qizig'i, endi o'quvchilar faqat darslik bilan cheklanib qolmayapti. IT, dasturlash va xalqaro olimpiadalarda ham o'z imkoniyatlarini ko'rsatib kelmoqda. Barchamizga ma'lum, sifatli ta'lim bu yuksak taraqqiyot degani. Shu bois bugungi kunda ta'lim sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Shu bois bugungi kunda hurmatli prezidentimizning qo'llab-quvvatlashlari bilan so'nggi 10 yilda maktabgacha va maktab ta'limi tizimida amalga oshirilgan transformatsiya sohani butunlay yangi qiyofa va yangi bosqichga olib chiqdi desak, bu mubolag'a bo'lmaydi. Xususan 2016-yildan buyon 304 ta yangi maktab, 625 ta yangi bog'cha qurildi. 3598 ta maktab va 2522 ta bog'cha qayta rekonstruksiya qilindi. 1955 ta maktab, 959 ta bog'chamiz esa mukammal ta'mirdan chiqarildi. Buning natijasida maktabgacha ta'lim bilan qamrov darajasi 2016-yilda 27% ni tashkil etgan bo'lsa, bugunga kelib qamrov 78% ni. 6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlov guruhi bilan qamrab olish esa 98% ga yetganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Maktabgacha va maktab ta'limi tizimida hozirgi kunda juda ko'p loyihalar, ya'ni xalqaro loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga xalqaro munosabatlar kengaymoqda desa bo'ladi. Ya'ni shu kunga qadar ko'p davlatlar ta'lim vazirliklari bilan aloqalar bo'lmaganligi sababli biz 2025-yilda o'zimiz uchun maqsadlarni oldinga qo'yganmiz. Shu paytgacha O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi, oldingi Xalq ta'limi vazirligi va Turkiya Milliy ta'lim vazirligi o'rtasida aloqalar o'rnatilmagan bo'lib, biz 2025-yil davomida juda ko'p ishlarni amalga oshirdik birgalikda va shu bilan birga hamkorlik bitimini imzolashga erishdik va juda tarixiy voqea bo'ldi. Bu bitim imzolanishi ikkita prezidentni uchrashuvi doirasida bo'ldi. Bu Turkiya Anqara shahrida va shu bilan birga tomonlar o'zaro kelishildi. Ikki davlat o'z maktabini qurishi to'g'risida, ya'ni O'zbekistonning ilk xorijdagi maktabi Istanbul shahrida quriladigan bo'ldi va ikkita davlat rahbarlari shu loyihaga start berishdi. Undan tashqari biz Yevropa davlatlari, Osiyo davlatlari ta'lim vazirliklari bilan ham aloqalar o'rnatishni boshlaganmiz. Mana 2025-yil davomida bizning delegatsiyamiz Fransiya Respublikasi, Italiya Respublikasi, Germaniya davlatiga va shu bilan birga Buyuk Britaniyaga ular bilan keng ko'lamli ishlar bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Rejalar esa yanada katta. Yaqin vaqt ichida minglab yangi bog'chalar, tayyorlov guruhlari va rivojlanish markazlari ochilishi kutilmoqda. Endi pedagoglar uchun ham yangilik, ya'ni dual ta'lim tizimi joriy etilib, nazariya bilan amaliyot birlashtiriladi. Ta'lim tizimiga xorijiy investitsiyalar ham kirib kelyapti. Bu esa yangi texnologiya va yondashuvlarni anglatadi. Shu bilan birga maktablarda kasb o'rgatishga alohida e'tibor qaratilib, o'quvchilarga amaliy ko'nikma berish kuchaytirilmoqda. Qisqasi, ta'lim endi faqat bilim emas, balki kelajakka tayyorgarlikka aylanmoqda. Birinchi savol, bu ayda masalasida xatni men qo'l qo'yganman. Timur Komilov
oldin ham press konferensiya 22-si bilan ko'rishganmiz, adashmasam balkim. U yerda hech qanday ta'lim muassasalariga yo'naltirilmagan. Bu birinchi topshiriq. Davlat xizmatchisi boshqa. Davlat xizmatchisi bu sluga народа, hammamiz в том числе biz xalq xizmatkori deb tarjima qilgan bo'lardim. Ta'lim muassasasiga tegishli bo'lmagan topshiriq, o'sha haqiqatan ham yangi yil oldi umuman tashkiliy yong'inga oid masalalarga bu davlat boshqaruv organlarini tegishli tarkibiy hududiy bo'linmalariga yo'naltirilgan topshiriq edi. Bu ayda holati bitta masalan deylik, hozir xususiy holat bo'lsa, bitta Denovnikini xati noto'g'ri tushgan internetda aylandi, to'g'ri. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, bu topshiriqni ko'rsangiz ham, bu topshiriqni yaxshilab o'qisangiz ham, umuman adi manzilida ham bu ta'lim muassasalariga yo'naltirilmagan. Hozir vazir ham aytdilar, qat'iy murosasiz pozitsiyani, vazirlikni, o'qituvchini, boshqani majburiy mehnatiga nafaqat vazirlik undaydi, balki undagan odamlarni ham esingizda bo'lsa 22-yil marhamatda bo'lgan holatda davlat rahbarining siyosatiga sabotaj sifatida deb qabul qilib, vazirlik hokimliklariga ko'rsatma chiqargandi. Imkoniyat bitta izoh etib berib ketay, iltimos shu jarayonda. Bu yerda masalasida vazirimiz topshiriqdan keyin haqiqatdan o'rganganmiz. Hozirgina aytib o'tganlaridek, Farg'ona viloyatining boshqa tumanlari biz o'sha maktab direktorlari bilan ham ochiq yopiq tarzda suhbat ham qildik. U har bir maktab uchun o'sha viloyat boshqarmasi yoki tuman boshqarmasidan topshiriq tushmagan. Ular agar topshiriq bo'lsa, mana menga ko'rsatsin deyishi ham mumkin va o'sha yerda bitta narsani iltimos qilamanki, ko'p shov-shuvlar bo'ldi. U yerda direktor ishdan olindi, keyin tiklandi degan fikrlar ham biroz haqiqatdan yiroq. Negaki, aynan o'sha maktabda direktor o'rinbosariga direktor vazifasi yuklangan edi. Agar kim ko'radigan bo'lsa, borib ko'tarib ko'rsin. Va o'sha yuklangan vazifadan u ozod qilindida direktor o'rinbosari sifatida qoldi u joyda. U yerda bir odam direktor sifatida faoliyat olib turib, uni ishdan olib tashlab, uniki yana ishga tiklab qo'yib degan voqealar bo'lgani yo'q. Lekin Bandlik vazirligidagi mehnat inspeksiyasi ham vazirlik noto'g'ri buyruq bergan degan e'lon qilgan-ku rasmiy, yo ular fake xabar. Endi keling, Nurolim, mana siz jurnalistsiz, tajribali jurnalistsiz. Siz agar xohlasangiz bizdan ishchi guruh birga tuzayliklar, borib o'rganaylik. Men aytayotgan fikrlarim asosli. O'sha shaxs hamkasbimiz, u kishi direktor o'rinbosari edilar. U kishiga direktorlik vazifasi yuklatilgan edi va ana shu yuklatilgan vazifadan ozod etildilar va joylarida direktor o'rinbosari sifatida faoliyatlarini davom ettirganlar. Mana shu haqiqat. Anjumanning eng jonli qismi jurnalistlar bilan ochiq muloqot bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari vakillari aholi orasida keng muhokama qilinayotgan masalalarni ko'tarib chiqdi. Xususan ta'lim sifati, maktablardagi sharoitlar, o'qituvchilar yuklamasi va yangi tizimlar qanchalik samara berayotgani haqida savollar berildi. Mutasaddilar har bir masalaga alohida to'xtalib, amalga oshirilayotgan ishlar va ularning natijalari bo'yicha izoh berdi. O'qitayotgan haqiqatdan ochiq bizni qiynayotgan, qiziqtirayotgan masalalarga oydinlik kiritilyapti. Boya ham shu savol bermoqchi edim. Bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktablarda kaltaklanayotgani haqida ba'zilarning orasida nobud bo'layotganlari ham bor. Ona sifatida bu men uchun juda ham og'riqli masala. Juda mana ko'pchilik bizdan so'rashadi. Mana nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ham bolasini berishadi-da, bularga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lyapti. Vazirlik bularni nazorat qila oladimi? Chiquvchimiz ishlayapmiz. O'sha har bitta u maktab ochadimi, bog'cha ochadimi, litsenziya talabiga kiritamiz bu narsani. Kunigacha o'sha bosh vazir darajasida ham bu narsani biz muhokama qilganmiz. Batamom bu temani yopish uchun mana bugungi kunda vazirlik tomonidan aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarida, ya'ni maktabgacha ta'lim yo'nalishini tugatgan tarbiyachilarda mana shunaqa psixologik, ya'ni o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida ekotizim yaratilyapti. Bu bo'yicha hozir Jahon banki bilan loyiha ishlab chiqilyapti. Ushbu ekotizim qanday ishlaydi? Ya'ni studentlarni o'qitish davrida studentlarimizga maktabgacha ta'lim tarbiyachilariga mana shunaqa o'zini o'zini boshqarish ko'nikmalari, stressga bardoshlilik ko'nikmalari, bola psixologiyasi va bolalar bilan qanday ishlash to'g'risidagi ko'nikmalarga ko'proq urg'u beriladi. Statistika haqida so'ragandim. Qancha bunaqa holatlar aniqlangan va ularga qanchalik chora ko'rilgan shu haqida? Chora ko'rilganligi tepada ham aytib o'tildi. Ya'ni har bitta shunaqa holatga jinoiy ish ochilib, hatto mana ayniqsa Angren holatini aytadigan bo'lsak, 15 sutkaga qamoq jazosi chorasi qo'llanishigacha olib borilyapti. Shunaqa holatlarga yo'l qo'ygan tarbiyachilarimiz 1 yil davomida hozir loyihada обсуждение qilyapti. Bunaqa bolalar ombudsmani bilan birga
1 yil davomida maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi sifatida ishlashga ruxsat berilmaydi umuman va unda qora spisik ham shakllantirish choralari ko'rilishi yo'lga qo'yiladi hozir. Bugungi matbuot anjumanimiz O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi, xususan oxirgi 10 yilda maktabgacha va maktab ta'limi tizimida erishilgan natijalar, o'zgarishlar, strategiyalar bilan birga umuman ommaviy axborot vositalari, blogerlar, jurnalistlar ishtirokida maktab bog'cha tizimidagi mavjud muammolar haqida ham ochiq muloqot bo'ldi. Bugungi matbuot anjumanidan nima xulosalar qildik? Albatta, tizimda oxirgi 10 yilda e'tirof etadigan jihatlar ko'p. Mana prezident maktablari tashkil etilgani, ixtisoslashgan maktab turilgani, bog'chalar qamrovi 27% dan 78% ga chiqqani. Masalan, bundan 10 yil oldin bizni yoshlarimiz Garvardga, Oksfordga kiradi degan narsani hatto tasavvur hayol ham qilib olmasdi. Lekin bu oddiy holatga aylanib qolgan. Nima masalalarimiz bor, muammolarimiz bor. Albatta, bugun o'quvchilar soni ham, aholi soni ham o'sib boryapti. Bu yil 1-sinfga qariyb 800 ming bola keladigan bo'lsa, 11-sinfda 400 ming bola bitiradi. Aholimiz soni ham 2091-yil bilan hozirgi davrga qiyoslaydigan bo'lsak, 38 millionga yetgani bu katta resursni talab etadi. Shunga mos ravishda albatta hukumat, prezidentimiz, davlatimiz o'quvchilar uchun sharoit yaratishga harakat qiladi. O'z-o'zidan qo'shimcha imkoniyatlar talab qiladi. Birinchidan, biz ham jamoatchilik vakillari qatori tizimdagi muammolar ochiq-oydin ko'ra olamiz. Ijtimoiy tarmoqda kuzatib boramiz. Har bir holatga albatta munosabat bildiradi matbuot xizmatlarimiz tomonidan, mutasaddilar tomonidan. Bugungi matbuot anjumani biz shu holatlarni yana ham chuqurroq bilamiz. Ikkinchisi bizga foyda bo'lgan tomoni, bugun xulosa qilgan. Biz rasmiy munosabat bildirsak-da, lekin ayrim toifadagi shaxslar tomonidan o'rtadagi tushunmovchiliklar bor-da. Ana shu tushunmovchiliklardagi oydinliklar kiritdik. Eng ko'p e'tibor qaratilgan savollardan kelib chiqib, biz birinchi o'rinda sifatli ta'lim, pedagoglarimiz, ularning ruhiy holati, kasbiy salohiyati va ikkinchi eng ko'p berilgan savollardan biri bu maktablardagi sharoitlarni yaxshilash masalasi. Mana shu yo'nalishlarda biz yana ham chuqurroq tahlil qilamiz. O'zimizning vakolat doirasidagi masalalarni albatta o'zimiz hal qilamiz. Bizni vakolatdan yuqori turuvchi idoralarga tegishli masalalar bo'lsa, albatta uni ham tahlil qilib, ularni berib boramiz.